Kecha O'zbekistonda qor yog'di. Qor yoqqanini ko'rsam Koreya esimga tushadi. Men mandarin yeganimda har doim yangi yilni eslayman. 10 yildan beri O'zbekistonda biror marta yangi yilni nishonlamadim. O'shancha kelinglar hozir biz uzum tezkor orqali ponni yangi yil xarajatlarini qilib ko'ramiz. O'zbekistonda ham rivojlangan kompaniyalardan uzum tezkor juda ham tez mahsulotlar yetkazib berar ekan. Qor yomg'irda ko'chaga chiqishlarini umuman keragi yo'q ekan. O'zbekiston ham shunaqangi rivojlanibdiki, bitta narsani zakaz qilsa eshitayinga bir kun tugul bir soatda olib kelib beradigan bo'lib qolishdi. Men buni faqat Koreyada bor deb o'ylardim. Haqiqatda ancha rivojlanib ketibmiz. Kellar endi olgan narsalarim bilan chiroyli qilib dasturxonda tuzab olamiz. To'g'risi men yangi yilda anchadan beri kutmaganimga oddiy qilib shunday qilib tuzab qo'yardim. O'zim yakkaligim uchun. Yo'qkan bo'lsa ham pultli shovul nimadir qo'ydim. Oliviyani yedim. Oliviyasi yangi yil bo'lmaydi. O'nga tushayotgan muzikani hozirlay ko'rsataman. Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar deb hamma ashulachilar kelib chiqib aytgan. Men bugun hammalarni yoshlarni eslataman. Uyda yolg'iz bolani ko'rmagan odam bo'lmasa kerak. Mana Garfield multfilmda ham ko'rganmisizlar. Zo'r idea kelib qoldi. Shuni ko'ryapganimda. Kelinglar bugun kichkintoylarni ham xursand qilamiz. Yangi yil arafasi deb Suxoy Korumdan ikkita zakaz qilib oldimda, borib mushuklarni poni esladim. Uzum tezkorda yangi yil foyda to'lqini. Hozir ilovaga kiring, sizni chegirma va aksiyalar kutmoqda. 2026-yil hammaga baxt omad olib kelsin.